Aziz kuzatuvchilar, mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Puli bor odam bozordan, iymoni bor odam mozordan qo'rqmaydi. Duo eshik qoqmoq. Yog'iga artishmoq. Haddan oshmoq. Yig'lab dardimizni ko'mdik. Tagi mozor, usti gulzor bo'ldi. Hasan Basriyga falonchi sizni yomonladi deyishdi. Hasan Basriy hazratlari xotirjamlik bilan zahmatsiz kelgan ajr qanday yaxshi. Kimga mazza qildingiz va bizni qayerdan kuzatyapsiz? Izohlarda albatta yozing.